Oyijon, kechqurun Uber Eats zakaz qilaylik yeyishga. Nega gaz bor-ku? O'zingiz qiling, ikkita qo'lingizda shiringina qilib. Gaz buzib qo'ydim-da, oyijon. Mayli. Kelgan balo shunda ursin. Men unda ovqat zakaz qilay. Siz mana pardalarni yuvib qo'ying. Vaqt bor ekan-ku. Kir mashinam ishlamaydi, oyijon. Bu ham buzildimi? Birin-ketin narsa buzilish xosiyati yomon-da. Mayli, bundan battardan saqlasin kelin. Bundan battardan saqlasin. Azatbarchoy. Assalomu alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Keling qo'shni. Qaynana kelin ikkalaylar ishlarni pirlatib qilyapsizlarmi? Ha, nimasini aytasiz? Hamma joyga endi kelin pirlab tashadik. Kelin, tebalga bo'lsa ham choy qo'ying, mehmon choysiz jo'natmaylik. Hozir. Na keling. Qani ilohim, men qo'shni. Falakat kelin. Nima qilding? Oyi, svet avtomat portlab ketdi menimcha. Kelganimdan beri uyimda bir yaxshi narsa qoldim, o'zi yo'qmi? Yo'q qo'shni, siz gapirmang. Siz meni eshiting. Gapirmasam tilim, gapirsam dilim kuyadi. Bu kelin bo'lib tushgandan beri na kir mashinam qoldi, na aristonim qoldi, na gazim qoldi. Hamma narsam yonib kul bo'ldi. Qo'shni, hamma ayb sizda. Arzon sifatsiz narsalarni olgansiz. O'sha paytda aytganman sizga. Ana, O'rizorga boring. Srach Premiumda sifatli, birinchi qo'l, optim narxga hamma narsa bor santexnika. Bu yoqda Ariston, Katyoldi zo'rlari, motor, santexnikaning hamma jihozlari bor. Mana men olib o'rnatdim. Qilt etmay ishlaydi. Demak, ayb menda. Voy, bolam. Bir oy onang onasinikida nima qildi? Seni qara yag'ir bo'lib ketganingni. Men zato buzgan narsalarini mana yerda to'g'rilab yangi qilib oldim. Bekarga buzilmagan ekan. Bahonadan bir narsam yangilanib oldi. Ey kelin. Mana bolangizni yaxshilab cho'miltiring, sas ketibdi. O'zini esalan olishga kelganimda oyimga borib cho'miltiraman. Bekor aytibsiz. Yangi katyol o'rnatib qo'yganman. Issiqqina suvlar bor. Ezib o'zingiz ham cho'miling, bu ham cho'milsa bo'ladi. Bar. Chop. Hozir. Buzilmaydi kelin, yaxshidan qo'yganman. Bundan battardan saqlasin, oyijon. Sizdan battari yo'q bu yerda.